Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizni ko'p sonli fermerlarimizni talab va istaklariga binoan biz Namangan viloyati Kosonsoy tumani fermer xo'jaliklariga yetib keldik. Bizni fermer xo'jaliklaridan biriga kelganimizda mana shu 5 gektarlik kartamizda paxtalarimiz birmuncha rivojlanishdan ortda qolgan, kech ekilgan va tuproq unumdorligi ham ancha ham past, rivojlanishdan ancha ham orqada qolgan yer hisoblanar ekan. Bu yerdagi mana paxtamizga hozir biogluten mahsulotimizdan ishlov berishni boshladik. Mana traktorimiz ham tayyor ishlashga. Mahsulotimizdan 1 gektariga 1 litr sariq me'yorda qo'shamiz. Hozir bizni purkagichimizga 600 litr suvga 2 litr biogluten mahsulotimizni qo'shib 2 gektar maydonga sepib ko'ryapmiz. Bir haftadan keyin natijalar bilan sizlarga bo'lishib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting.